O'zbekiston xalq yozuvchisi Shukur Xolmirzayev 1940-yil 24-martda Boysun tumanida tavallud topgan. Toshkent universitetining jurnalistika fakultetini tugatgan. 1963-1967-yillarda Yosh gvardiya nashriyotida muharrir, 1967-1969-yillarda Muqimiy nomidagi musiqali drama teatrida adabiy emakdosh. Guliston va Sharq yulduzi jurnallarida adabiy xodim bo'lib faoliyat yuritgan. Shukur Xolmirzayevning dastlabki hikoya va ochirklari 1958-yildan nashr etila boshlangan. Shukur Xolmirzayev ijodining ilk davridayoq hikoya bilan bir qatorda qissa janrida ham qalam tebratib, oq otli, to'lqinlar, 18 ga kirmagan kim bor qissalarini yaratdi. Bu asarlar 60-yillardagi o'zbek qissalarining eng yaxshi namunalaridan bo'lib qoldi. Yozuvchining shu davrda yozgan hikoyalari keyinchalik Olis yulduzlar ostida, Hayot abadiy, Og'ir tosh ko'chsa, Yo'llar yo'ldoshlar, Bodom qishda gulladi, Tog'larga qor tushdi singari to'plamlardan o'rin oldi. Shukur Xolmirzayevning hikoya va qissalarida bir tomondan yoshlik va talabalik yillarining o'ziga xos romantikasi ifodalangan bo'lsa, ikkinchi tomondan yozuvchi tug'ilib o'sgan Boysun tumanida yashovchi turfa tabiatli kishilar hayoti, jamiyatda va ular ruhiy olamida kechgan kurash va o'zgarishlar o'zining badiiy talqinini topdi. Keyinchalik Boysun va boysunliklar hayoti Shukur Xolmirzayev ijodining asosiy mavzusi darajasiga ko'tarilib, yozuvchi ijodida realistik tasvirning ustuvor yo'nalishiga aylanishida muhim omil bo'ldi. Shukur Xolmirzayev voqelikdagi murakkab hayotiy jarayonlar va kishilarning ziddiyatlaridan iborat ruhiy olamini kashf eta borgani sayin, uning dastlabki hikoya va qissalaridagi romantik pafos endi o'z o'rnini realizmga bo'shatib berdi va yozuvchining o'zbek adabiyotiga shafqatsiz realizm unsurlarini olib kirishiga imkoniyat yaratdi. 20-asrning 80-90-yillarida yaratgan asarlarida mazkur davrdagi jamiyat va xalq hayotining chuqur badiiy tahlilini berdi. Shukur Xolmirzayev So'nggi bekat 1976-yil, Qil ko'prik 1984-yil, Yo'lchi 1987-yil, Olabo'ji 1992-yil, Dinozavr 1996-yil singari romanlarini yozdi. Shukur Xolmirzayevning So'nggi bekat, Yo'lovchi va Olabo'ji romanlarida sho'ro jamiyatining 70-80-yillarga kelib, ichdan yemirila boshlagani yorqin badiiy obrazlar orqali aks ettirildi. Bu romanlarda ko'tarilgan ijtimoiy masala yozuvchining Dinozavr romanida o'zining yangicha badiiy talqinini topdi. Sho'ro davlatining xalqparvar davlat ekaniga, u olib borgan ichki va tashqi siyosat xalq va mamlakat manfaatiga xizmat qiluvchi siyosat ekaniga astoydil ishongan kishining hayoti va ruhiy olamidagi ziddiyatlar kurashi tasviri mazkur romanning markazida turadi. Shukur Xolmirzayev yozuvchilar orasida birinchilardan bo'lib o'zbek xalqi tarixining bosmachilik harakati deb atab kelingan davrini o'rgana boshladi. Yozuvchining Qizil ko'prik romani va Qora kamar pyesalarida shu mavzu o'z ifodasini topdi. Ularda adashgan kishilar fojiasi obrazlarida yorqin gavdalantirilgan. Xolmirzayev pyesasi asosida Abror Hidoyatov nomidagi yoshlar teatrida sahnalashtirilgan Qora kamar spektakli yosh avlodda tarixiy o'tmishga yangicha yondashish maylining paydo bo'lishida muhim rol o'ynaydi. Shukur Xolmirzayevning o'zbek xotin-qizlarining sho'ro davridagi fojiali taqdiriga bag'ishlangan Ziyofat pyesasi ham yoshlar teatrida sahnalashtirilgan. Shukur Xolmirzayev so'nggi yillarda Shukur Burxonov, Zokirov, Choriyev, Shuhrat, Odil Yoqubov, O'lmas Umarbekov, Abdulla Oripov, Qo'shjanov singari taniqli adabiyot va san'at namoyandalari haqida esselar va adabiy tanqidiy maqolalar yozdi. Shukur Xolmirzayev roman janrida bir qator asarlar yozgani va bu asarlar shu davr o'zbek romannavisligi tarixida muayyan o'ringa ega bo'lishiga qaramay, avvalo hikoyanavis. O'z hikoyalarida Abdulla Qodiriy, Abdulla Qahhor kabi o'zbek yozuvchilarining eng yaxshi an'analarini davom ettirish bilan birga o'zbek hikoyanavisligini rus va Yevropa yozuvchilarining badiiy tajribalari bilan ham boyitdi. Shukur Xolmirzayevning eng yaxshi hikoyalari qahramon obrazining yangi va yorqinligi, kompozitsiyaning o'ziga xosligi, qahramonlar tilining rang-barangligi bilan ajralib turadi.